90-yil HTML ixtiro qilindi. Saytlar yasash mumkin, lekin dizayni juda oddiy bo'lgan. 94-yil CSS paydo bo'ldi, chunki HTML dizayn jihatdan yaxshilanishni talab qilardi. 95-yil JavaScript yaratildi, chunki HTML va CSS dinamik emas edi. 2006-yil jQuery chiqdi, chunki JavaScriptni yaxshilash zarur edi. 2010-yil Angular paydo bo'ldi, chunki jQuery murakkab edi, uni yaxshilashga ehtiyoj bor bo'lgan. 2013-yil React yaratildi, chunki Angular juda murakkab bo'lib ketdi, uni yaxshilashga harakat qilishdi. 2014-yil Vue yaratildi, chunki React va Angular juda og'ir edi, ularni yaxshilash kerak edi. 2016-yil Angular 2 chiqdi, chunki Angularni yana yaxshilashga to'g'ri keldi. 2017-yil WebAssembler ixtiro qilindi, chunki barcha texnologiyalarni yaxshilash kerak edi. 2019-yil Svelte yaratildi, chunki React, Angular va Vue juda murakkab edi, ularni oddiylashtirish va yaxshilashga harakat qilishdi. 2020-yil React Hooks chiqdi, chunki Reactni yana yaxshilash kerak bo'ldi. 2020-yil Vue Composition API paydo bo'ldi, chunki React Hooks yetarli emas edi, uni yana yaxshilashdi. 2021-yil React Suspense chiqdi, chunki Reactni yana yaxshilashga ehtiyoj bor edi. 2023-yil Svelte Runs paydo bo'ldi, chunki Svelteni ham yaxshilash kerak edi. Agar qaysi dasturlash tilini tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz, UseStudy dasturlash kurslariga yozilinglar. To'liq ma'lumot olish uchun kommentda plus qoldirib, direktga raqamlarni yozib qoldiringlar.